Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilarimiz, aziz Qo'shko'pir avtomarket kuzatuvchilari. Hammangizga kuningiz xayrli bo'lsin, sog' salomat bo'linglar. Hamisha yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin hammamizga. Xo'sh, Xorazmda issiq yomon 42 gradus bo'lib turibdi bugun. Musofirda yurgan do'stlarimiz ham hammangizga sog'lik salomatlik tilab qolamiz. Aka-ukalar, opa-singillar, hammangiz oltin boshimiz omon bo'lsin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa Qo'shko'pir avtomarketda hammangizni kutib qolamiz. O'zgarishlarimiz katta. Yangi mestolarimiz ishga tushirdik. Xudo xolasa toza mestolarimizni bir 10-15 kun nasib etsa hammasi qilib efir orqali berib keladigan va'dalarimiz ustidan asta-asta chiqib turibmiz. Xudo xolasa ertang quyosh panellarimizni ham ustanovka qilib boshlaymiz. Shunda yana keyin berilgan va'dalar hammasi Xudo xolasa ijobat bo'ladi degan umiddamiz. Aziz yurtdoshlar, bu murojaatni qilishimizdan maqsad hozir Qashqadaryodan bir yurtdoshimiz chiqdi. Isuzu avtobus kerak ekan. Isuzu avtobus topishga yordam bering dedi. Bizlar boshqa viloyatlardan ham shunday iltimoslar bilan chiqadilar. Bu iltimoslarni podpischilarimiz bular, hammasi obunachilarimiz bularni iltimoslarni yerda qoldirib bilmaymiz, to'g'risi. Va'da berdik. Hozir o'zlarimizda yo'q. Isuzu avtobus biz hali sotmadik bu narsadan. Lekin men o'zim bundan bir 3-4 yil oldin avtobus bilan shug'ullanganman. Gullarli yigitlar ko'pchilik yaxshi biladi. Gullarni ko'p avtobus olib sotganmiz. Ram avtobuslarni gruzovoylar qilib, ish qilib avtobus bo'yicha yaxshi ishlaymiz. 3-4 yil bo'ldi men shug'ullanmay qo'ygandim bilan. Hozir yana Qashqadaryodan yurtdoshimiz chiqib iltimos qilib turibdi. Isuzu'ni gruzovoyi bo'lsam, avtobusi bo'lsam, endi bu yurtdoshimiz aytishi bo'yicha ramasi bilan dokumenti bo'lsa bo'ldi demak. Bu da ya'ni ishlamay, yurmay turgan avtobuslar bo'lsam, bu yurtdoshimiz sotib oladi ekan. Endi bu tirikchilikning aybi yo'q deydi-ku, shuning uchun olib borib endi gruzovoy qiladi, boshqa qiladi, o'zi biladi. Shuning uchun agar kimda bo'lsa Xorazmni vatandoshlar sizlardan iltimos, agar kimda avtobus bo'ladigan bo'lsa, biz operatorimiz nomerini qoldiramiz. Demak, operatorimizga murojaat qilsangizlar, Isuzu avtobusini sotib oladi. Berding? Eshityapti. O'sha operatorga berib berasanmi, Sherzod? Shuning uchun yurtdoshimiz iltimos qildi. Avtobus topib bering deb, xo'p deb va'da berdim. Yani shuning uchun efir qilib turibmiz hozir. Kimda bo'lsa telefon qilinglar, bizlar bemalol o'zi keladi, Qashqadaryodan kelib, ko'rib, avtobusning holatini ko'rib, o'zlaringiz bilan savdolashadi. Ana keyin bizlar sotuvchimi, oluvchimi ko'lingdan chiqsa, biz ham rozi qilamiz desa, berar bu narsa qarab. Bo'lmasa, bu ham rozimiz, mayli. Har kim o'zining tirikchiligini qilaversin. Keyingi yana bir iltimosimiz sizlardan aziz yurtdoshlar, hozir Cobalt avtomobillarni aytib turibdilar. 147 million so'mlik mashinani masalan 155 million 160 millionda bir aytib turibdilar, salondan olinglar bizdan deb. 160 millionda ham baho to'g'risi. Sal keyin olib sotar aybdor bo'lib qolaveradilar. Sababi men o'zi 1 million 2 million qo'yib sotaman, uning ichida demak hujjat ishlab beraman, boshqa qilaman, bonusini benzin solib beraman. Endi bu har kim har xil ishlaydi. Masalan, men o'zim ishimdan kelib chiqqan holda aytib turibman. Kimda Cobalt bo'ladigan bo'lsa, style asnoviy style variant bo'lsa, bir 2-3 yil naqd pulga sotib olamiz. Endi hozir biz bunday narsani yo'lga qo'yapmiz. Hozir odamlarga qiziq bo'lib qoldi. Shot spravka degan narsaga qiziqish kamayib qoldi. Demak, Cobaltni olib, shumoizolyatsiya qilib, yaxshi materiallardan, STP materiallardan shumoizolyatsiya qilib, demak, balonlarni almashtirib, endi buni balonni masalan topshirgan taqdirda biz undan ko'p zarar ko'rmaymiz, sababi balonning ustiga ozgina pul qo'yib, almashlab olib, keyin sotaversak bo'ladi. Demak, metan gaz ustanovka qilib qo'yishimiz kerak. Hozir bilasizlar, menimcha metan bilan propanni hech farqi qolmadi. Metan 5200 so'm bo'ldi, adashmasam. Propanni men oxirgi marta sog'anda 5600 dan sog'adim. Uzr, 5600 dan sog'adim. Endi sal farqi qolibdi-da propan bilan metan. Cobalt avtomobillari short spravka bo'ladigan bo'lsa, demak sotib olamiz aziz yurtdoshlar. Keyin Damazlar 2024, 25, 23 short spravka bo'lsa, uni ham sotib olamiz. Hozir yozishlaringiz mumkin, bozor ochiq, bozorda ko'p deb.
Ona göre Captiva 5 satıp alamızda video kılmadık. Salona var, salonda tıkılıp yattı da yazıptı birisi. Salonda bilemem 354 milyon zaman aşmasam. Biz onu 270 milyondan satıp tutmaz arkadaşlar. Çünkü bize salonunu alıp bunu 80 milyon 90 milyon zararına satılmaz ki. Çünkü kimde zerrüçülük boladı olmasa Captiva 5 avtomobil satıp alamaz. Ki Malibu Premier avtomobilleri olsa nakbula satıp alamam özüm 2 tane alamam. Özüme de bir yanımı sattım yine 4 yoldan bir yurttaşımız aldılar. Honca avtomobili bilen barter kıldık. Özümü ayda bir yan Malibu'ma bana Premier'e devam satıldı. Premier Malibu olsa alamız satıp alamız yine. Ki Raboçi avtomobillerden Nexia 1, Nexia 2 farkı yok. İş kılıp hiç maşin buladı olmasa nakbula kesinizde gelişip alıp kalamız. Hem de her videomuzda aytıp ötemiz. Eğer bize bine işleş niyeti buladan alıp satarlar olsa Raboçi maşinler bine aslında işleşeden işlevirgen usta yiğitlerimiz olsa başka olsa ulanı Koçköprü avtomarkete yine teklif kılamız. Ben doğrusu 2 yıl, 2,5 yıl, yine 3 yıla karab gitti. Yani fakat şu Koçköprü avtomarkette şarayet kılış, fakat şu Koçköprü avtomarketine bir real ne oluyordu onda, realisine yoluna düşüp veriş maksadında tınıp tınçımı hareket kılıp yatıpmız. Camaamız bilen birge, mesela ya bir yere barıp bir ya dem alamız desek pulumuz yok emas, pulumuzdan Allah'a şükür. Ya bir yere barıp bir dem almadık, başka etmedik. Adamlar olsa Türkiye, Dubai mesela barıp dem alsak boladı. Lekin bir işini başlagandan keyin şunu dakansa yetiriş gerek. Bir işini kılgandan keyin çıraylı, akuratlı kılış gerek. Ertengisi şu özünü kılgan işini özünü havas kılışını gerek. Azam bilen işe gelgen vaktında mesela özünü maşınların duruşunu görüp, şimdi bu özünü kılgan işine havas kılış gerek. Çıraylı bolsun. Bir işte kılıçtan maksat demem. Fakat avtomobil biznesinde başka bir mesela produkta satuvchi bolsun, temir bazarlar bolsun, mebelchilar bolsun, her kim özünün işini görüp havas kılgany makul deyman-da. Ben şu işni kıldım. Yani çıraylı köyümde gidip boldu. Mesela çala kılıp, bunu kılıp, bunu kılıp, mesela bu narsa doğru ben özüme ep görüm ben doğrusu. Köp adam her xil biznesde mesela bir mebel açıp göredi, yine bir narsa açıp göredi, bolmadı da taşak gidedi, köpçülük temir biznesde yürüdü, bundan keyin maşina alıp satıp görediler, maşina alıp satıp görmenden keyin yine bir başka narsa boladı iş kılıp. Bir işni menimçe ata-bobolarımızdan alıp kalan gap bor-ku, daraxtdan bir joyga kökeradi. Bir işni mesela menimçe çıraylı kılgan makul. Endi bu hozir bir ozgina bir vaqt topildi, shuning uchun obunachilar bilan bir gurung maqsadida men gaplab o'tiribman bu gaplarni. Kimga kerak bu gaplaring deyishingiz mumkin. Prosta o'zim bir praktikamdan kelgan holda aytib turibman. Shuning uchun bir ishni qilgandan keyin chiroyli qilgan ma'qul. Yana bir meni bir do'stim bor, masalan, ko'p yillardan beri joy soladi. Kvartira shu joy solib sotadi. O'zining ishini ustasi, zo'r вообще. Xorazmdan nomer olin desa ekan bo'ladi. Joyini salib turgan joylarini mesela eldinden pulunu to'lab qo'yadilar. Bu pullarni olib joyini salib uspedat berolmayapti, yetirolmayapti. Ana shunday shu daraja professional bo'lib ketgan. Shu daraja professional bo'lib ketgan. Ana shu har kim o'zining ishini ustasi bo'lgani ma'qul deyman-da. Shuning uchun bizlar ham mashin biznesida yurgandan keyin bu qissadan qissa deb aytsak-man, avtobus so'rab turganim sababi, mesela avtobus, bir vaqtlar men avtobus bilan ham shug'ullanganman. Shu avtobusdan kelib chiqib, men hozir Xudoyim o'ziga shukr, Allohim ko'p ko'rmasin, inomarkalar, chet ellardan mashinalar oldirib ham sotish darajasiga yetdik. Demak, bir ishning ustida mukammal ishlasang, hamma narsa erishsa bo'ladi ekan dejekman-da. Men bir prosta bir misol qilib o'zim aytib turibman. Shuning uchun bir ishni sal ozgina qiyinchiliklari bo'ladi. Masalan, pulsiz qolib ketadigan davrlaring bo'ladi. Ana unda bu ishni tashlab ketmaslik kerak. Shunga shukr qilib, shuni davom qildirsang, o'zing ustingda ishlab, shu narsani mukammal o'rgansang, bu narsaga albatta erishsa bo'ladi. Bu narsadan hech qanday ma'lummi, o'zing ishingga professional darajada yondashib, qo'l ostidagi ishchilar ham to'g'ri yo'llanma ko'rsatib, masalan, bilmaganingizni so'rab, masalan, men ham hozir mashina olib sotganim bilan
demak ko'p narsaga tushunaverdim men. O'zim qo'l ostimdagi masalan men bilan ishlaydigan odamlardan maslahat so'rayman, telefonda so'rayman, bu yerdan so'rayman, bu yerdan so'rayman, ish qilib ana shunday. Aytsakim, har kim o'zining ishini ustasi bo'lsa yaxshi baribir. Shuning uchun bu video murojaatimizni qilishimizdan maqsad avtobus kimda bo'ladigan bo'lsa iltimos operatorga bog'laninglar, keyin olib sotarlarni asnomoy eski avtomobillar bilan, ravochi avtomobillar bilan ishlaydigan yurtdoshlarimizni Qo'shko'pir avtomarketda ishga taklif qilamiz. Sharoitlarimizni yaratdik, xudo xolosa hammasi zo'r bo'ldi. Hamma avtomobillar 100% desam ham bo'ladi, qo'rqmasdan 100%, 500-600 dona avtomobil hammasi soya salqin joylarda kechasi masalan yorug'da masalan osvesheniyada hammasi zo'r ajoyib sharoitlarda saqlanadi deb bemalol aytishim mumkin. Hali planlarimiz ko'p oldimizga qo'ygan. Bu narsalarni bosqichma-bosqich, yana masalan quyosh panellarini ertaga bugun ukamiz Sarvarbek keldi, planlashtirdik. Bugun obyektini bo'ladi ekan. 2 kundan keyin kelib bizlarning quyosh panellarimizni o'rnatishga tushadi xudo xolasa. Ana 25-30 oilani Qo'shko'pir tomonidan kam ta'minlangan hamda boquvchisini yo'qotgan oilalar ish qilib bu yerni mahalla fuqarolar yig'inlari bilan maslahatlashgan holda ko'rib chiqamiz. 25-30 oilani svetini tekin qilib berish niyatimiz bor. Shuning uchun quyosh panellarini o'rnatyapmiz endi xudo xolasa. Duoda bo'lib turasizlar, bizlar ham duodamiz. Hammangiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Musofirda yurgan do'stlarimizga yana bir marta sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Oltin boshingiz omon bo'lsin, sog' omon to'lib toshib, oilangiz bag'ridan, ota-onangiz bag'ridan yetib kelib, yazatib, o'ynab, kulib topgan pullaringizni rohatini ko'rib o'tirgaysizlar. Kamida inomarka minib yurgaysizlar, hammangiz nasib bo'lsin. Men ham muhim aytaman, yana bir marta aytaman. O'zbek faqat qora mehnat uchun yaralgan emas, mehnatini, rohatini ko'rsin. Har bir xo'jalikning oldida kamida 2 dan 3 dan avtomobillar tursin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. To'y bo'ladigan bo'lsa albatta aytinglar, Qo'shko'pir avtomarket to'ylaringizga bepul kortej qo'yib beradi. Qilib berib ham o'tiribmiz, millatimiz emas, millat bo'lmasin. Musofirda yurgan do'stlarimiz murojaat qilinglar. Qo'shko'pirdan sizlar to'ylar bo'ladigan bo'lsa, bemalol 2-3 mashina yuborib, beminnat xizmatimizni qilib beramiz. Bunga albatta pul olinmaydi, tekin bo'ladi. Hamma ishlarni omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qo'shko'pir avtomarketdan biz kutib qolamiz. Agar kamchiliklarimiz bo'lsa, kelgan vaqtlaringizda ko'ngildan suhbat qila olmagan bo'lsak, ishlaringizni ish jarayonida qo'polchilik bo'lgan bo'lsa, ishchilar tarafidan yoki men tomonidan buni albatta ustida ishlaymiz. Hammangizdan uzr so'raymiz. Ko'ngilga tegishman bo'lgan bo'lsa, hamma ishlarni omad kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.